Masalan, Mozart to'g'risida eshitgansizlar, Mozart musiqa yozganda. O'sha 5 yoshidan asar yozib boshlagan. Amerikada uch taraflarda, lekin biz O'zbekistonda turib ham uni bilyapmiz. Sizlarning ham maqsadlaringiz xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Faqat Qarshi doirasida yoki faqat O'zbekiston doirasida bo'lmasligi kerak. Katta globalniy qo'yish kerak maqsad. Tushundinglar? Mana chempionlar borki, sport bo'yicha o'sha chempionat ketadigan birinchi o'rinni olganlarning hammasida qaytishda bir xil stress bo'lar ekan. Qanaqa stress bo'ladi, nima deysiz? 2000-yilda qancha bo'lgan ekan? 6 milliard. 23-yilda qancha bo'libdi? 8 milliard. Endi yana 23 yil qo'shsa qancha bo'ladi? Texnika rivojlanyapti, resurslarni, yangilarni o'ylab topishyapti. Eng chiroyli? Молодец. Eng aqlli? Bu. Biznesmen? Qashqadaryolik? Har bitta inson borki, uning ichida talant bor. U talantni bilib olish kerak, topib olish kerak. Buni sizga ota-onangiz topib bermaydi. O'zingiz analiz qilasiz. Matematika mayli, qo'llaringizda telefon, planshet, hammasini asosi o'sha al-Xorazmiyga muttaqiladi. Katta niyat qilish kerak, maqsadni katta qo'yish kerak. Keyin u maqsadga qarab o'qish kerak, trenirovka qilish kerak.